Xo'plama taomi haqida eshitganmisiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rganib olasiz. Xo'plama taomi uchun kerak bo'lgan mahsulotlarimiz: kabachki, oqturib, basay, sabzi, kartoshka, sholg'om, bolgarskiy, seldir va chesnok. Mahsulotlarimizni yaxshilab yuvib, xuddi videoda ko'rsatilgandek mayda to'rtburchak shaklda to'g'raymiz. Xo'plama bu manpar va mastavaning guruch va xamir solinmagan yangicha mazali ta'mi. Qo'y va mol go'shtining eng sifatli joyidan tanlab olib, ularni ham mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Shunaqa zagitovka tayyorlab olsangiz, ovqat qilishga mehringiz yana ham oshib ketadi. Oldindan qizigan qozonimizga birinchi qo'y go'shtini, 1 daqiqadan keyin mol go'shtini solamiz. Yaxshilab qovurib, seli chiqqandan keyin chesnok va tuz beramiz. Piyoz va seldir solib, ularni ham seli chiqqandan keyin tomat beramiz. Ovqatimizni yaxshilab qizartirib, oldindan to'g'rab olgan mahsulotlarimizni solamiz. 5 daqiqadan keyin bolgarskiy solamiz. Xo'plama ranglari xuddi shunaqa chiroyli va tiniq bo'lishi kerak. Xo'plamaga asosiy mazza beradigan xuddi shu ziravorni 10 mingta laykdan keyin kommentariyaga yozib qo'yaman. Yetarlicha suv solamiz. Xo'plama 2,5-3 soatda shirali bo'lib pishadi. Suzishdan oldin pomidor va bolgarskiy solamiz. Bu ovqatimizga yana ham mazza qo'shadi. Videoga like bosib, menga podpiska bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.